Luqmon Bo'rixon Quyosh hali botmagan qissasi. Quyosh hali botmagan qissasida adib yoshlarning turfa sarguzashtlari, hayot so'qmoqlarida duch kelgan sinovlari, jasorat, mardlik va muhabbat mojarolaridan hikoya qiladi. Qissani mutolaa qilar ekansiz, beixtiyor bolalik va o'spirinlik paytlaringiz yodingizda qayta jonlanadi. Asarda tilga olingan barcha qahramonlar siz uchun begona emas. Adib qalamga olgan voqealar o'tgan asrning 80 va 90-yillarda zamona zayli tufayli tog'dan cho'lga ko'chirilgan Kengsoy qishlog'ida bo'lib o'tadi. Asar bosh qahramoni Norsoatlarning oilasi otasining vafotidan so'ng marhumning do'sti, cho'ldagi xo'jalik raisi Quvondiq akani qora tortib, dashtda tashkil topgan savxozga ko'chib kelishadi. Shu orada posyolkada kutilmagan voqea sodir bo'ladi. Tirnoqqazor usta Abil va Uldon checha Tanzila ismli qizchani asrab olishadi. Tanzila adib yaratgan eng mukammal obraz. Uning xarakteridagi ko'pgina jihatlari uyatchanligi, toqatliligi, ahdiga sodiqligi va favqulodda jasurligi qaysi bir tomonlari bilan mashhur adib Chingiz Aytmatovning Jamilasini yodingizga soladi. Norsoatning Tanzilaga bo'lgan ilk muhabbati yuragingizda ajabtovur xotiralarni uyg'otadi. Qizga yuragidagi otashin sevgisini izhor etmoqqa ma'shuq uchun naq 5 yil ketdi. Qiz bechora birgina shu so'zni qanchalar intiqib kutmadi deysiz. Shu o'rinda siz Davronni ham yoqtirib qolasiz. Uning qaysarligi, dangalligi, mardligi va metin irodasiga qoyil qolasiz. Uning ba'zida haddan oshirib yuborgan xurmacha qiliqlari ham o'ziga qanchalik yarashgan. Shu qiliqlari bo'lmasa obraz to'laqonli chiqmas edi. Absal polvon esa elning ori va sha'nini har qanday manfaatdan ustun qo'yadigan odam. Uning qadimiy sibizg'ani chalishi esa muallifning kashfiyoti. Asarni o'qir ekansiz, unda kashka voqeasi odamlarga xos takalluf va shevalar mohirlik bilan qo'llanganligini his qilasiz. Asarni to'liq o'qib chiqishingizni tavsiya qilib qolamiz.